eng tubiga tushgansiz. Shu dengiz bo'lsa, okean, Tinch okeani bo'lsa, o'sha Tinch okeanini eng pastiga tushib ketganman deb his qilyapsiz. Yoki o'tgan shu narsa boshingizdan. Mendan o'tgan. Bu narsa относительный narsa nimaga? Misol uchun kimdir bor butunni yo'qotib ham, hamma narsasidan ayrilib ham, material narsasidan ayrilib ham o'zi bilan hech nima bo'lmagandek his qiladi. Kimdir misol uchun mashinasini avariya qilib olsa ham, xuddi eng tubiga tushib qolgandek bir hissiyot o'tadi boshidan. No gap unda emas. Kim qanaqa nimani his qilishida emas. Gap hozir именно o'sha chuqurga tushganda, eng tubiga yetib borganda bo'lish kerak bo'lgan harakatda, fikrda, mulohazada. Eslang, sizda ham bo'lgan. Balkim hozir his qilayotgandirsiz. Shu joyda emasda ishlar. Ishlar joyda emas. Hamma sohada. Sog'liq, oila, ish, karyera, ruhiy joyda emas. Sizga yetadigan narsam o'zingizdan boshqa hech kim sizni bu yerdan olib chiqib ketmaydi. Afsus, ming afsuslar bo'lsin. Lekin hayot haqiqati shu. Sizga o'zingizdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Bu hayot achchiq haqiqati. Yordam berish mayli u yoqda tursin. Siz agar yerga, chuqurga tushayotganingizni ko'rsa, tezroq tushishingizga ko'maklashishi mumkin, lekin chiqishingizga yordam bermaydi. Bu narsani qancha tez tushunib yetsangiz, sizni hozirgi turgan chuquringiz siz uchun eng pasti bo'ladi. Bu narsani tushunib yetmay, ignorировать qilib, qayerdandir yordam kelib qoladi degan xayol bilan yuraversangiz, siz hali bunaqa chuqurlarni ko'pini ko'rasiz. Nimaga men bu gapni aytayapman? Ahamiyat beringlar. Ko'pchilik tashqaridan yordam kutib yashaydi. O'zidan so'rasangiz, o'zi sezmasligi mumkin. Lekin gapirayotgan gaplari, qilayotgan harakatlari shu narsani yetib turadi. Farqi yo'q, hamma narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun biznes olamiz, mana biznes. Sizda ham hoynahoy tanishingiz bor. Balkim o'zingiz shunaqadirsiz. Shu zo'r biznes ideyangiz bor. Shu nima deyiladi? Endi milliard bo'lmasa ham 1 millionga chiqib ketadigan biznes ideyangiz bor. Shu miyangizda hamma narsani hisoblab qo'ygansiz. Faqat siz kutyapsiz. Shu puli bor, yaxshi, shu sizni potensialni ko'rib qoladigan odamni kutyapsiz. Sizga qarab, "O, palonchi. Gap yo'q. Anchadan beri sendagi bola qidirib yuruvdim. Mana, $100,000 olganda ishchi boshla." Farqi, investormi, xo'jayingizni kutyapsizmi ishxonada, sizni zo'r ishlab yurganingizni sezib qolishi uchun. Bo'lishi mumkin emas u. Hamkasblarim shuncha ish qilyapti, men bulardan menimcha ish qilyapman. Sezishadi mana bir kun. Ko'tarishadi meni. Pul berishadi, biznesga investitsiya kiritishadi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi. Tanishmi holat? Hech kim kelmaydi. Hech kim sezmaydi ham, hech kim pul ham bermaydi. O'zingiz turib borib, o'zingizga tegishli deb bilgan. Sizga nima deyiladi? İchingizda ambitsiyalaringiz, potensiallaringiz tomon o'zingiz qadam tashlamasangiz, hech kim sizni yoningizga kelmaydi. Bu narsa
o'zgartirgan, bu dunyoda qanaqadir iz qoldirgan, bir qizoqroq hayot yashab o'tgan erkaklarning hammasida bo'lgan. Hammasi birinchi tushgan, pastga tushgan, keyin ko'tarilgan. Endi nimaga pastga tushish muhim? Chunki siz pastga tushmasangiz, o'sha pastga borib urilmasangiz, o'sha toshga o'xshab dengiz tubiga tushgan, siz tushunib yetmaysiz-da. İşte bu hayot faqat qiyinchilikdan iboratligini. Nimaga tushunib yetmaysiz? Chunki siz umringiz davomida o'zingizga yoqadigan ishni qilib kelgansiz. O'zingiz uchun komfortli bo'lgan, ahamiyat bering. Siz o ishingizga sabab bo'lgan har bitta ish boshida sizga yoqimsiz bo'lgan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz uni yomon ko'rgansiz. Iloji boricha shunaqa ishlarni kamroq qilishga harakat qilgansiz. Bu fakt. Matematikani hech kim sevib qilmaydi. Aksariyat odam, hech kim demayman, matematikani sevadiganlar ham bor. Qilganingiz sari qo'lingizdan kelaverib matematika yoqib ketishi mumkin. Xuddi shunaqa sport, xuddi shunaqa biznes. Siz o'zingiz yoqtirgan ishlaringiz bilan aldab yuravergansiz. Yoqtirgan ishlaringiz qilib yurgan. Sizni ko'zingizda o'sha rozovoy ochki deydi, o'sha plyonka tortib qo'yganda, siz pastga qarab ketayotganingizni bilmagansiz. Taqdi borib urildingiz. Bo'ldi. Bu narsaga aybdor faqat o'zingizsiz. Bu narsa yaxshi emas, yomon emas. Voy, mana shunaqa bo'lyapti. Endi nima bo'lar ekan deb depressiyaga berilish yoki sizda bunaqa holat bo'lmagan bo'lsa, xursand bo'lishingiz keragi yo'q. Hayot neytral. Siz ham neytral bo'ling bu narsaga. Bitta narsani tushunib yeting. Qiyinchiliksiz o'sish yo'q. Qiyinchiliksiz o'sish yo'q, bu fakt. Любой sfera farqi. Siz juda yaxshi bilasiz nima qilishingiz kerakligini. Sizga atrofdagilar ham aytayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir tupoy yotdimi? Demak, har qayerda miyada nimadir informatsiya yetmayapti-da. Bekor tupoy deb yurmaydi-ku hamma bir-birini, to'g'rimi? Kimdir semizsan deyaptimi? Demak, shu har qayerda semiz. Demak, shu ortiqcha ves bor, o'sha ves ustidan ishlash kerak. Kimdir ozg'in dirishsan deyaptimi? Demak, har qayerda ozg'in dirishsan. Demak, ozgina o'sha yig'ish kerak. Ozgina bir o'zini ustidan ishlab o'sish kerak. Bu pregovor emas. Bu narsaga xafa bo'lish kerak emas. Kerak bo'lsa xursand bo'ling-da. Bunaqa narsa sizga kuchsiz tarafingizga ko'rsatib beryapti-da, o'shani kuchaytir deyapti sizga. Kim? O'rtog'ingizmi, begonami, farqi yo'q. Tarbiyasiz deyaptimi? Bo'ldi, tarbiyani ustidan ishlash kerak. Aqlsiz deyaptimi? Aqlli ustidan ishlash kerak. Juda yaxshi bilasiz bu mana nima ish qilish kerak. Lekin qilmaysiz-da, nimaga qilmaysiz? Tupoy bo'lib yurganingiz sizga qulaydi. Kimga yoqadi, to'g'rimi? Olib kitob o'qish, u kitob tushunmaslik, uni qayta o'qish, bitta kitob 10 martalab o'qish, o'shaning ichidan menimchagina foydali informatsiyani olib chiqib olish uchun, to'g'rimi? Soatlab har xil podkastlardan informatsiya olib, u miyaga kirmay bu yoqdan chiqib ketib, bitta podkast siz 15 ta 20 ta martalab ko'rib, har bittasini yozib, yangi ma'lumot olish kimga yoqadi, yoqmaydi. Kimga sport bilan shug'ullanish yoqadi? Kimga menga yoqadi, yoqmaydi. To'g'rimi? Kimga nafsini tiyish yoqadi? Tayyor ovqat, 1,5 porsiya osh turganda. Non, choy, salat, hamma narsasi bilan 40 ming so'mga. Dars qiladi, конечно, kimga yoqadi? Hech kimga yoqmaydi. Lekin o'sish shu yoqimsiz narsa-da. Hamma gap shunda-da. Yoqimsiz narsani ketlab o'tirsangiz, oxir-oqibat hayotingiz o'zingizga yoqmay qoladi. Bu
faqat bitta sferaga tegishli emas hayot. Mana hamma sferasi bo'lsa, hammasiga tegishli. Qarang, yon atrofingizga qarang, men gapimga ishonmayapsizmi, boshqamayapsizmi? Yon atrofingizdagi erkaklarga qarang. Boymi, kambag'almi, zo'r ishda ishlaydimi, yomon ishda ishlaydimi? Hammasini ichida nimadir bor. Bitta tuyg'u bo'lsa ham bor ichida. Nimadir bor yo'qda, yetmayotgan, shu nimadir yetmayotganlik hissi bor. Oxir-oqibat o'shalarni qatoriga qo'shilasiz. Lekin bu narsani oldini olsa bo'ladi. Qanaqa? Haligi o'sha gap. O'zingizdan boshqa hech kim sizga yordam bermaydi. Tan oling. Birinchi o'rinda erkaklarcha faktni tan oling. Til bilmayapsizmi? Sizga shu ishingizda xalaqit beryaptimi? Demak, til bilmayotganligingiz sizni o'sha ma'lum bir darajada aqlsizlik, ma'lum bir darajada kommunikatsiyaga moyil emasligingiz, ma'lum bir darajada pul topishingizga to'sqinlik qilayotganini fakt bu. Bu narsani tan oling. Men o'zbek tilida gapiradigan zo'r bola emasman demasdan-da, o'rganing tilni. Rus tilimi, ingliz tilimi o'rganing. Ko'ryapsizmi, hansirab qolyapsizmi? 4 zinaga chiqib kimdir bilan uzoqroq muloqot qila olmayapsizmi? 4 ta narsa ko'tarib qolsangiz yuragingiz og'rib qolyaptimi? Ozing. Ozing. Ozish uchun hech nima qilishingiz kerak emas, nafs degin bo'ldi, ozing. Ozing. Kuch yetmayaptimi nimadirga? Ha? Bozordan 4 ta paketni ko'tarib kela olmayapsizmi? Shug'ullaning, ozgina mushak orttiring. Oyligingiz yoqmayaptimi ishxonada? Harakat qiling, kirib kattaroq oylik so'rang. Qo'lingizdan kelmasa birinchi nima deydi, o'sha katta oyligiga hali siz yetarlicha darajada kvalifikatsiyangiz bo'lmasa, birinchi ustingizdan ishlang, kvalifikatsiyani oshiring. Keyin kirib kattaroq oylik so'rang. Bermayaptimi? Keting ishdan, boshqa joyga boring. Qilmaysiz lekin hech qaysini. Nimaga? Конечно, komfort zonadamiz. O'zimizning o'sha o'rgangan hayotimiz bor, ritmimiz bor. Lekin u ritm bir tekis ham olib ketmaydi-da. Oxir pastga qarab tushadigan ritm. Qiyinchilik olib tushadi. Olib tushganidan keyin teparoq olib chiqadi. Keyin yana olib tushadi, keyin yana teparoq olib chiqadi. Masalan, hayot to'lqin mandaqa keladi-da. Bundoq kelsa u to'lqin bo'lmaydi. Shu tushib chiqib yurish kerak. Hayotda lazzati shunda. Shu narsani tushunib yeting. O'zingiz bilan o'zingiz chesni gaplashib tan oling. Tan olgandan keyin nima qilish kerak? Olgandan keyin barakat topkur, xato nimaligini bildingmi? Endi ishlang shu narsani ustidan. Sizga hech qanaqa o'qish kerak emas, na bir kurs kerak emas, hech qanaqa life hack kerak emas sizga. Kimdir maslahati kerak emas. Meni videoyim ham o'z sizga kerak emas. Aytolman, nima qilish kerakligini o'zingiz bilasiz. Onlaynda qiling. Kitob o'qish bilan, video ko'rish bilan, qanaqadir kursga borish bilan, kimdirdan motivatsiya eshitish bilan, ular bilan hech nima o'zgarmaydi. Siz prosta o'zingizni vaqtingizni olib, nima deydi? Serial ko'rgan o'rniga shu ishlarni qilyapsiz-da. Onlaynda qiling. Qilmasdan iloji yo'q. Qilmasdan hech nimaning iloji yo'q. Bu hayotda qilmasdan hech nimani o'rganib bo'lmaydi. Eshitayotganlaringiz, ko'rayotganlaringiz, o'qiyotganlaringiz bu faqat informatsiyani qabul qilish, bu o'rganish deyilmaydi. O'rganish bu o'zgarmas bitta holatda bitta ketma-ketli harakatlar ketma-ketligidan ikkinchi harakatlar ketma-ketligiga o'tish bu o'rganish deyiladi. Tushuntirib o'taman, misol uchun. Mana ishga keldi bitta yangi xodim. Misol uchun sotuv bo'limiga keldi-da, telefonni oldi, klient bilan gaplashdi. Palonchi. 1 2 3 dedi. Bo'l. Yoniga menejeri kelyapti-da. Bo'l. 1 2 3 dedi. Keyingi safar telefon qilganingda 4 5 6 deysan deyapti. Ana telefonni olyapti-da, klient bilan gaplashganda 4 5 6 deyapti. Mana bu o'rganish deyiladi. Bitta holat o'zgarmadi. Xuddi o'sha ishxona, xuddi o'sha xodim, xuddi o'sha harakat, ya'ni klient bilan bog'lanish.
Lekin holatning ichidagi harakati o'zgardi. 1 2 3 deyotgandi, 4 5 6 dedi. Mana bu o'rganish. Mana o'rganish nima? Kitob o'qib, video ko'rib qilinadigan narsa emas. 1 2 3 qilib yurgan narsangizni 4 5 6 qilishni o'rganmasangiz, siz demak o'rganmayapsiz hech nimani. Siz prosta tak vaqt ketkazyapsiz. O'rganing. O'shaning uchun qiling. Qilish kerak. Uchinchisi, bu narsada sizga yana yordam beradigan hayotchi xursandchiliklardan iborat emas-da. Men afsus endi shunaqa-ku. Bu narsa fakt, narsani qabul qilish kerak. Yaxshiligiga yetayo'lovchi narsalar aksariyat holatda qiyin yo'ldan iborat. Yoqimsiz yo'ldan iborat. Kerak yo'q ani. Baland parvoz gaplar aytib, Instagramda obrazligi uchib, bir oyda men $1 million qilib olar ekanman, 20 ta klient orttira olar ekanman. Yo'q, hammasi safsata, xom xayol. Naqa narsalar berilmaydi. Qiyin. Hech nima oson emas. Biznes qiyin, juda ham qiyin. Men bilmayman, boshimdan o'tganman. Bir nechta bizneslarda qatnashganman, o'zim bir nechtasiga asos solganman. Qiyin, juda qiyin. Men bilmayman, bu men mazza qilganman deb aytolmayman. Men natijasidan mazza qilishim mumkin, lekin men biznes ichida bu narsani o'stirayotganimda mazza qilmaganman. Mazza qilmaysiz. Bilasizmi, o'zingizga yegani pul yo'q bo'lib turgan payt siz xodimlaringizga qarz olib oylik to'laganingizda siz mazza qilmaysiz. Kimdirga oxirgi pulingizni ishonib berib topshirganingizda u sizni aldab ketganda, pulga uchirib ketganda mazza qilmaysiz. Hech mazza qiladigan joyi yo'q. Bilasizmi? Kimdirdan ishonib ishga deb siz pul olganingizda o'sha ishni pulga o'sha pulni ishga tikkaningizda u ish o'xshamaganda hech mazza joyi yo'q buni. Yoqmaydi bu. Lekin chidash kerak. Chidash kerak, o'tish kerak. Bir yoqmaydi, ikki yoqmaydi, 1 yil yoqmaydi, 2 yil yoqmaydi. Mana shu 2 yil orasida bitta yoqadigan ish bo'ladi. Haligi gapda bitta olib tushadi-da, keyin balandroq olib chiqib qo'yadi. O'ximdan orqaga qarasangiz, 2 yil oldindan balandroqdasiz. Ha, demak to'g'ri qilyapman deysiz. Ketdi yana pastga go'rka. Mana shu go'rkadan chiqsak, balkim yana teparoqda bo'larmiz. Shu yoqimsiz. Bir qanaqadir ibora bilan agar tasvirlay olganimda, ta'riflay olganimda aytgan bo'lardim. Hayot bu qiyinchilik yo'lidagi xursandchilik lahzalari derdim. Xursand bo'ladigancha o'zingiz ham hayotingizga nazar solsangiz, xursand bo'ladigan vоспоминанияларingiz, xotiralaringiz kam. Esingizga keladi kam. Asosan siz monotonlik, qiyinchilik bilan yashab o'tasiz. Hayot shu. Bu narsa fakt. Qiyinchiligi bilan shu 3-chi aytmoqchi bo'lgan punktim nima edi? Qiyinchilik bilan yashashni o'rganing. Chunki siz baribir qiynalasiz. Tushunasizmi? Yo siz qabul qilgan qaroringiz va uni natijasida qilayotgan harakatlaringizdan qiynalasiz. Yoki siz qabul qilmagan va harakat qilmaganingizdan qiynalasiz. Sizning oldingizda prosta tanlov bor. Unisi tuganmas qiynalish. Bunisi qiynalishni sevib, yoqtirib, uning ichida harakat qilib, uni ketidan keyin nasib qilgan bo'lsa o'sha baxtga erishish bo'lishi mumkin. Kelasi ham qiynalish. Qaysi birini tanlash o'zingiz qo'lingizda. Shuning uchun hech kimdan yordam kutmang. Faqat o'zingiz. O'zingizni o'zingiz qutqaring. Balkim payti kelsa, keyin yon atrofingizdagilarni ham qutqarishga kuchingiz yetishi mumkindir. Charchamang.